Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday buqacha ishqibozlari. Oybekjon, buqacha kerak, puli yengilidan yoki sifatlisidan deb so'ragan akalarimiz uchun xudo xolisa qo'ldan kelgancha narx-navosiga yarasha buqachalardan biz sizlarga taklif qilamiz. Talab qilib olish sizlardan akalar, xudo xolisa yetishtilari jivoy joyidan mollarda, xudo xolisa uyaltirmaydi. Yelka holatlari, rangi ro'yini holatlari ham endi shuni menga egasi gibrid urug'dan chiqqan degan shu tumshuqlari shu turibdi. Endi mana shu mol akalar, xudo xolasa mana usini holati bo'yi 93. Holat tetikroq naringa nisbatan, oyoq qo'lcharroq, oyoq qo'li ham bo'liq-bo'liqroq. Endi bunisi shvedcha. Kalla boshini ko'ringlar, dumaloqligini ham. Buni ham holati yomon emas mana akalar. Orqa boshlari ham mana cho'l jonivor. Mana holatlari, mana bu yondan ko'rinishlar. Oyoq qo'li yaxshi, endi hamma molga ham mehr kerak. Xudo xolisa narx-navosiga arzisa, yoqsa telefon qilaverasizlar akalar. Narxi bunisini 7 million 800 ming so'm kami bor. Buni deydigan bo'lsalaring, akalar 10 million 12.99 yo'q, 200 ming kam 10 million so'm, 9 million 800 ming so'm akalar. Xudo xolisa ozgina kamini qilib beramiz. Jupini olaman degan insonlar bo'lsa akalar, hop, jupiga 17 million 500 ming so'm ozgina kami bor akalar. Nima deysizlar? Xudo xolasa kimgadir ma'qul kelib qolsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ammo 17 million 500 ming so'm ozgina kami bor olasiz. Aytganimiz bo'lib qolmasin deb aytayotgan joyimiz akalar. Xudo xolasa mol pulga arziydi. Kimgadir ma'qul kelsa, ekran ostidagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.